anlatılayotgan açlıqdan ölgen kesel boğan namlıq məsəl. Boğular turuyotgan joyda bir boğa kesel bulup yetip qaptı. Onun nurgun həmrahları bu işten xəbər tapqandan keyin dərhal onunkiga yetip kepti. Ular onu bəs-bəs bilan yo'qlabdi. Onunğa yordamlashibdi va tasalli beribdi. Ammo ular kesel boğuğa haqiqiy turda kuyungili emas, balki boshqa maqsadga kelgan ekan. Hey do'stlarim, yana meni o'lgila qo'yinglar. Tabiatning qonuniyati bo'yicha Azrail meni yo'lga silib qo'ysin. Endi ko'z yoshi qilavermanglar. Kesel boğa hammaylanga yilinibdi. Lekin ahvol uning talab qilganidek bo'lmabdi. Hal so'rab kelguvchilar boshdan oxiri qo'zg'almay, darhol ketishni xiyolga keltirib qo'ymabdi. Ko'pchilik mushunda qilsaqla, ondan o'z mas'uliyatini ado qilgan bo'lganligini his qilgan ekan. Boğular ketadigan chaqda ozroq yemaklik tepishga to'g'ri keldi. Shuning bilan ular kesel boğuning yiqqan yemakliklarini hadab yigila turibdi. Shunda qilib kesel boğuning ozuqliqimi jiq qolmabdi. Kesel boğa og'riqchan gavdasini so'rab, qo'rsqini to'qlig'idek bir narsa topolmabdi. Hali bargan sari yomonlashib, oxiri ochliqdan o'lib qoldi. Bilqut xazinasi. Jahondarchilik kinoyasi. Turmushda mo'shundaq odamlar nihoyat ko'p. Ular do'stining beshiga kun tushsa, yolg'ondan g'amxo'rlik qilgan bo'lib olib, do'stini yo'qlab keladi. Amaliyotda do'stining boyliqlaridan naf elishni maqsad qiladi. Mundaq do'stlardan hamma joyida ehtiyot qilish zarur. Odam butun hayotida do'stlarining ta'siriga nihoyat ko'p uchraydi. Nurg'un kishilar do'stlari tufaylidan muvaffaqiyat qozonadi, yana nurg'un kishilar do'stlari sababidan mag'lub bo'ladi. Hiliqi bo'g'uga o'xshash do'stlariga hamma nemisini tartqizib qo'yadi. Oxirida xona vayron bo'lib, ochliqdan o'lib qoladi. Darvaqa quyuq arilishga bo'ladigan do'stlarimiz ko'p. Siz ular bilan hamma narsangizdan tang bahramand bo'lsangiz bo'ladi. Ammo quyuq arilishib ketsangiz bo'lmaydi. Asosligi ma'lum orliq saqlagingiz tuzuk. Biz kesel bo'g'uninkidek atalmış do'stlardan o'zimizni imkon qadar qochirib turganimiz yaxshi. Amaliyotda nurg'un kishilar yaxshi gapni qiladigan, o'ziga ko'ngil bo'lgan bo'lib oladigan do'stlarini uchrasa, buningdan xushal bo'lib, haq-nohaqni farqlantira olmaydi. Amaliyotda ular sizning boyligingizni deb ko'nglingizga yoqadigan gaplarni qiladi. Shu orqali sizni xushal qiladi. Shunga biz mundaq kishilardan cho'qim ehtiyot qilishimiz kerak. Bilqut şirketida ovozga ilinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan ochliqdan o'lgan kesel bo'lgan nomliq masalani anglatdik. Yoqtirib anglaganinglarga rahmat.